Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli obunachilar. Biz navbatdagi obyektimizni tugatdik. Bu obyektimiz Samarqand shahrida. Bu obyektimiz 50 kW 10 grid. Mana ko'p panellar ko'rib turishlaringiz mumkin. 70 dona panel qo'yib berdik. Bu yerda tepaga qarab 5 qator, yoniga qarab 14 qator panellar sig'dirib berdik. Bu stansiyamiz naves sifatida foydalanilsa ham bo'ladi. Tagida qor yomg'irdan pana bo'lib turadi. Yana bitta narsa, o'rtada joy ochib ketganmiz. O'sha joydan chiqib bemalol panellarni yuvsa bo'ladi. Hech qanday muammo bo'lmaydi. Panellar yuvishga, tepasiga ham, pastiga ham bemalol yuvish imkoniyati bor. Xo'p, yana nima? Agar sizga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qiling. Kommentlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Biz ularga qo'ldan kelgancha javob beramiz. Xayr, sog' salomat bo'ling.